Tebrik bo'lsin musulmon, keldi bu idi qurbon. Mehmet Akaya, Hasan Akaya, Nurgul Gul, Hoji Gul, Faik Buskurt, Sultan Dolar, Gafur Dencher. Kurbanlarını kesip etlerini dul yetim ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Allah kurbanlarını kabul eylesin. Kurban ukalatını size veriyorum. Kabul ettin mi? Kardeşlerimizin kurbanlarını kesiyoruz. Allah kabul etsin. Allahu Ekber, Bismillahi, Allahu Ekber, Bismillahi, Allahu Ekber. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin. Şükri Allah qilizlar, idga tamon borizlar. Mayda katta kola kiyib xushu xandon bo'lizlar. İzzat qiling azizlar, xushu xandon bo'lizlar. Bu atru ham ambarni o'zlaringizga o'rizlar. Tebrik bo'lsin musulmon, keldi bu idi qurbon. Allah jonimdan mujda, necha ro'z bo'lib mehmon. Yetimni og'ush oling, bu g'amlarni dur qiling. Bizlar bandai Rahmon, Allohni rozi qiling. Qallaringizga nur to'lib, yaxshi koloni kiyib, bu idi azho keldi, mo'minni xushhol qilib. Sarosar keldi mehmon, o'yingizga musulmon. Izzatini qilinglar, biz bo'ldik shodu xandon. Qallaringizga nur to'lib, yaxshi Tashakkurlik qilaman Yordan sohibdan, ko'pdan ko'plardan xush bizki, munda xushmanki, men ikki ko'zdan nobinoman, bachalarning otasi ham asabdan xarob, doimudom kavliga bu kirib o'ltigan. Mening o'g'il avlodim ham yo'qdi, 3 tagina qizayim bor, siyosar bularni ko'chaga chiqara olmasam, bular ish qila olmasa, bular kuch qila olmasa, agar bularni men buyursam, meni otim bad bo'ladi-ku, mana nobinoni qizi mana bir o'z ko'chaga chiqib, mana bunda deb. Yig'lab shunday kelotdim. Amsi ham qurboni qilib edi, qaysi o'g'li xorijdan ebarbakan o'g'li ko'maki xayriyasi bor ekan, men yig'lab bordim, nobino edim. Menga bir kort beringlar dedim, oyog'im darvozani qattiga qoldi, qabadilar, panjam qonadi. Men yig'lab kelotdim, shunda yordam sohib ushladilar yo'ldan. Aytdilar, nima yig'lab kelyapsiz dedilar. Men aytdim, mana shu raqamdan so'raydilar, g'am qilmang dedilar. Yuring, mana men o'zim olaman dedilar. Yig'lab o'ltirdim. Yordam sohib bolalariga shukr, ko'pdan ko'p tashakkurlik qilaman. Har kim shularga ko'mak qilsa, men nobinoman. Ko'pdan ko'p odamni oldida men xush bilamanki, yordam sohibga ko'mak qilsa, yana shular bizlarni yo'qlasalar. Nadoshtim Imro'za maydonmonda yechir bo'dim, sag'ir doshtim, go'sht nadoshtim, qurboni nadoshtim, xudoman mariz bo'dim. Yordamdan ko'makdan xudojon deb o'zga ko'mak kunani nangdarim ora xudo yotkadan xudoshim ora yotkunan iymon tona ato kun. Hamisha non shongarim shon xunay boshaq da panoy xudo boshaq. Tashakkur yordam tashakkur mikunum.